Voy, u kim bo'ldi endi bu? Ha bo'ldi, qalaysanlar? Ye? Ha, mashaalloh qilib o'zing kimnikini o'rnib olding, oshna? Kimnikini bilardim. Naqdga oldingmi? Kredit emasmi? Nima deb o'ylading? Nasiyaga olmayman, shitir naqdiga oldim. Matiz olibdi og'ayni. Oshna, oxiri niyatingga yetibsan-da? Ha, xudoga shukr. Ha, bizga ham nasib qilsin, nechi pul bo'ldi endi bu yoq? 2,5 mingga yig'ib terib olib oldik-da. Gap bizga ham nasib qilsin. Zo'rg'ida qani ko'rdingmi, mashinani qara, oppoq rangini olyapti. Eshitdinglarmi? Ani Bunyod Malibu oluvdi-yu, naqdga oluvdim devdi. Kredit ekan. To'la olmayotgan ekan hozir. Mushkulini oson qilsin, nima qilasan birovni g'iybatini qilib. Oshga ketdingmi, nima dedinglar? Ketdik-a? Qalaysanlar? Ketdingmi oshga? Yo'q, anu eshik arabada ketchasanmi? Kimniki o'zi? Men oldim buni. Qatiyab o'zimiz uruvinimizga bosib tushib olsa, jin tura olmabsan-da. Uyimizga mosroqdigan hammani ham dardi ichida. Odamzod ming karrallagani bilan ichki dunyosini o'zi biladi. Muhimi halol ishlab topgan pulimga oldim. Ha, sen eshak arabadirmiding? Menga shu ham bo'laveradi. Yana bitta narsa. Tupurishga joy qolmaganda odamlarning fikridan foydalanaman. Yigit Malibu olganlar 27 ming dollarga. Yurarlar. Miyada qarz, bizin nol. Nabarot obro'sini tushiradi bu. Agar o'rtoqlari buni shaltog'iga botib qarzga olib uzalmay yurganini bilsa, u samolyot minmaydi, hamma ustidan kuladi.